Assalomu alaykum, hurmatli Megadrop kanali obunachilari. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, tinchmisizlar? Xo'p, biza video chiqarmaganimizga 1,5 oy bo'lib qoldi va bu orada ancha vaqt hech qanaqa kanalga ham post tashalmagan, video ham chiqmagan va buning o'ziga yarasha sabablari ham bor edi. Xo'p, endi bundan buyog'iga nasib qilsa, kunda hech bo'lmasa yoki bir kunda bitta yoki 2 kunda bitta video chiqarishga harakat qilaman va bundan keyin chiqarilgan har bitta botni kombosi bo'ladimi, kodi bo'ladimi, hammasi shu kanalda tashlanib boriladi. Xo'p, endi biza hozir 1,5 oy video chiqarmaganligimiz sababli aktivimiz oldingidan ham tushib ketgan va shuning uchun sizlardan yanada yaxshiroq, yanada qattiqroq poddershka so'rashga harakat qilyapman. Chunki deganda aktivimizni ko'tarib olmasak, sizga ham, bizga ham foydasi tegmaydi. Chunki agar aktivimiz ko'tarilsa, like, prosmotr va podpiskalar ko'payib borsa, bizga motivatsiya va ko'proq video chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, sizlardan poddershka so'ragan holda videoga o'tamiz. Gapni ko'p cho'zmaymiz va bugungi proyektimiz bu Voxel. Voxel esinglarda bo'lsa, o'tgan safar ham shu botni videosini chiqargandim. Faqat unda bitta ish qilmaganman. Ya'niki to'lov olganim haqida chiqarilmagan hech narsa, to'lov olingan, olmaganligini hech kim bilmaydi. Va bugun to'lov oldim va shuni sizlarga ko'rsataman va yana qo'shimcha bitta ikkita narsalar bor, o'shalarni ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, ketdik. Bu yoqda Phrase Tour Starter deb boshlangan, boshidan boshlaymiz. Bu 4-bosqich, ya'niki o'sha airdropga yaqinlashib qolganimiz haqida xabar berilyapti va pastda men bu yozuv bilan "We are preparing to TGA", ya'niki o'sha token tarqatilishiga yaqinmiz demoqda. Xo'p, bu roadmap'ini ko'rib chiqsak, modellar qo'shilgan, Voxel NFC'lar qo'shilgan, keyin ruletka bor. Sizlar bitta model quradiganlaringda o'sha ruletkada tushish ehtimoli bo'lgan narsalar, ya'niki basic, oddiy turdagi sizlarga Legolar tushishi 50% dan ko'proq, Rare kamroq, Unreal va shunga yarasha o'sha qanchalik redkilashib ketaversa, ya'niki o'sha qanchalik qimmat skin bo'lib ketaversa, qimmatligi bo'lib ketaversa, tushish imkoniyati shuncha kam. Har doimgidek, hamma o'yindagidek. Xo'p, yana bu yoqda leaderboard bor. Buni bir ko'rib o'tamiz, keyin tushuntiraman. Xo'p, o'yinni chekiramiz va bu yoqda men bitta hozir sizlar bilan eksperiment qilib ko'raman. Men nima qildim? Hozir bitta yangi Lego yasayapman va buni hozir o'zimiz birga ko'ramiz. Buning uchun faqat ekranga bosib turish kifoya va pastda foizlar ketyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, men 65% ga yaqinlashib qoldim va menda 3700 ta Voxel tokeni bor. Bu tokenlar narxi pastligi sababli hozir pasayib ketgan narxi, o'shaning uchun bizaga bu tokenlarni yig'ishdan foyda yo'q. Biza nima qilishimiz kerak? Bu tokenni tezroq yig'ish yo'li bor. Bu yo'l qanaqa? Xo'p, plus belgisiga bosamiz va free belgisiga bosgandan keyin bitta reklamaga olib kirib ketadi. Bu reklama 15 sekund ichida davom etadi va sizga 20 ta Voxel tokeni beriladi. Bu Voxel tokendan siz kuniga faqatgina 800 dona ola olasiz, ya'ni 40 ta reklama ko'rish mumkin bir kunda. Xo'p, 800 ta reklama 800 ta Voxel tokeni olgandan keyin nima qilamiz? Model quramiz. Bu model qurish orqali biza o'zimizga kerakli bo'lgan narsaga erishamiz. Hozir ko'rsataman uni ham qolganini. Buni qurib olamiz hozircha. Do'stlar, mana buni qurib bo'ldim va bizaga tushdi basic. Bu basic nima reroll qilsak ham bo'ladi yoki claim model qilsak ham bo'ladi. Bitta reroll qilib ko'raylikchi. Nima berar ekan, nima so'rar ekan? Bunda download qilish kerak. Yo'q, claim model qilamiz. Xo'p, biza 5 ta soatiga 5 ta nima qildik? Trader ekan. Bu Legomizning oti. Xo'p, soatiga 5 ta yig'adigan Lego yasagan bo'lsak, xo'p, aktiv qilish uchun, start farm qilish uchun bizaga yoki 5 ta stars yoki da 0.025 ta ton so'ralyapti.
Xo'p, ko'rayotgan bo'lsanglar, tepada +4 ta zigzag, keyin +1 ta. Bu zigzaglar nima qiladi? Xo'p, men hozir bu narsani ko'rsatib o'taman. Hozir buni 5 ta starsga aktiv qilamiz. Xo'p, buni aktiv qildik, va buni keyin sotishda ham ko'rsatib beraman. Xo'p, bundan oldin boyagi zigzag nima qilishini ko'rib o'tsak. Xo'p, bu zigzag nima qiladi? Mana bu leaderboard boya aytganimdek, men bunga aktivniy qatnashayotganim yo'q, chunki bu yoqda o'zini kitlar bor, ya'niki o'sha katta-katta donaterlar. Bular o'sha skin sotib olib yokida vazifalarni ko'p-ko'p bajarib, xullas kalom 24 ga 7 Shubotda ishlaydigan bu odamlar bor. Xo'p, endi to'g'ri, bu narsa невозможно ishga o'xshab tuyulishi mumkin, lekin men bir kun ichida 100 tagacha yig'ganman shu zigzagdan. Buni biza qanaqa qilib bajarsak bo'ladi? To'g'risini aytsam, buni bajarishda yo'li bor va men ham qilishim mumkin, lekin qilganim yo'q. Bizada qaranglar qancha task bor. Mana bunda. Xullas kalom hamma tasklarni bajarib chiqsanglar, kamida 100 ta olasizlar va bu 100 ta sizlarga 0.05 bo'lsa ham ton beradi. Yo'qdan ko'ra bor. Boyagidek 0.025 emas, 0.05 bo'lsa ham bu sizlarga ikkita o'sha Legoni aktivlashtirish uchun pul degan. Xo'p, yana biza bloklarni qayerdan yig'ib olishimiz mumkin? Bu bloklarni biza do'stlar chaqirib yig'ishimiz mumkin. Do'stlar chaqirib yig'ishimiz orqali biza stars ham olamiz. Ya'niki o'sha har bir birinchi level, ya'niki o'zingiz chaqirgan referalingizdan bitta chaqirgan odamingiz uchun 50 ta voxel blok, keyin 3 ta stars olasiz. Ikkinchisi, siz chaqirgan odam, ya'niki o'sha sizni referal chaqiradigan bo'lsa, sizga har bir chaqirilgan referal uchun 25 ta blok va bitta stars token beriladi. Stars beriladi, to'g'rirog'i. Xo'p, buni yig'ib biza boya ko'rganimizdek B ga kiramiz, buni aktivlashtirdik. Masalan, men hozir mana 46 ta olaman bittada. Har soatda yangilanadi. Bularni hozir men sotsam bo'ladi yokida saqlab o'zim farm qilsam bo'ladi. Bu narsani sizlar prosta eksperiment uchun qilyapman. Chunki nimaga deganda menga o'sha 46 ta voxel token yetadi. Har soatda kirib 46 ta olib turaman. Xo'p. Endi buni sotishga keladigan bo'lsak. Sell bosiladi. 100 ta blok yokida 0.0020 debdi. Xo'p, kelinglar shuni 100 ta blokka sotib ko'ramiz. Mayli, zararga ishlasa ham yokida bunday 0.20. Bu hech qancha bo'lmaydi va shuning uchun 150 ta blok ko'rsakchi. Yo'q, 100 ta blok. Bu nimaga? Bu recommend qiladi, ya'niki o'zi maslahat beradi qanchaga sotishni. O'sha narxda sotsanglar yaxshiroq. 150 ta qilib sotsam ham bo'ladi, lekin u sotilish ehtimoli ko'p emas. Xo'p, sell to marketplace qilamiz. Keyin marketga bosiladi. Sotiladigan narsalarni ko'rish uchun biza MyLotsga kiramiz. MyLotsda good price, ya'niki o'sha o'zi tavsiya qilgani uchun good price turibdi. Agar remove'ni bossak, o'zimizda o'sha bagimizga qaytadiki, savatimizga qaytadi. Xo'p, yana bitta narsani ko'rib o'taylik. Globalda odamlar sotayotgan NFT'lar. Xo'p, 3.054 tonga 779 ta soatiga 779 ta beradigan, keyin har 4 soatda kirib yig'sangiz bo'ladigan qanday desam, Jordan krossovka legolari sotilayapti. Bu yoqda hammasi o'sha nimalarga qarab belgilanadi. Buni turlari bor, ya'niki oddiy, yaxshiroq, keyin noodatiy, yana rare, epic shunaqa turlarga bo'linadi va hammasini tepasida mana 57% oddiy, 60% oddiy, 60% oddiy, 28% oddiy, 65%. O'sha 50 dan oshgani sizga yaxshiroq beradi degani. Xo'p, bu narsalarni ko'rib o'tdik. Endi to'lov olganimga kelsak.
Men ham xuddi shunaqa qilib sotganman. Men bitta Rare o'sha blokni, Rare Legoni 0.966 tonga sotganman. Mana hozir ko'rsataman bu narsani. Xo'p. Tushunchamayapman. Ha, mana. Item sold, ya'niki o'sha buyum sotildi. Bu meni buyumim, ya'niki o'sha men sotuvga qo'ygan blok. Bu narsa sotilgandan so'ng men video olishni o'sha payti kelishini kutdim va buni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Xo'p, bunda o'sha men 0.966 tonga sotgan bo'lsam, keyin ichkaridan yana ozgina ton obmen qilgandim va qo'shimcha qilib общийda 1 ton chiqarib oldim va o'sha chiqarilgan summa 5 dan kechki 5 dan 21 daqiqa o'tganda menga kelib tushgan va buni hozir sizlar bilan isbotini ham ko'ramiz. Xo'p, walletga kiramiz, Tonspace ga kiramiz. Xo'p, bolalar, eslatib o'tamiz, videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab o'z fikringizni bildirib qo'yish esdan chiqmasin. Mana bu narsa mana bugun kelib tushganligi haqida o'sha dalolat proof qildim, keltirib berdim va like bosib, kommentariy yozib, kanalga obuna bo'lib, kuzatib qo'yish esdan chiqmasin. Yana Telegram kanalimizga ham o'tib qo'yinglar, chunki boya aytganimdek, bu yoqda ham keyin boshqa botlarda ham bo'ladigan kombolar, yana kodlar hammasi o'sha kanalda chiqadi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar. Free audio post production by alphonic.com